Norin shilpiq, sarimsoq, Mavlon kufur, Gulyor, Nish, Erkaboy, Evoy kabi taxalluslar ostida ijod qilgan qisqa so'zlar bilan ko'p ma'no ifodalash mahoratiga ega bo'lgan o'zbek Chexovi Abdulla Qahhor haqida bugun biz sizlar bilan gaplashamiz. Abdulladan oldin va keyin tug'ilgan jami 10 ta farzand yashab qolmagan. Otasi usta Abduqahhor temirchi bo'lgan. U 7 yoshga to'lganda boshlangan Birinchi jahon urushi turmushni juda ham og'irlashtirgan. Behadxo'rlik, shafqatsizlik, darbadar ko'chmanchi hayot, tahqiru nadomatlar bo'lg'usi yozuvchining go'dak ko'ngliga og'ir botib, uning ruhiyatiga, dunyoqarashi va xarakteriga ta'sir qilmasligi mumkin emas edi. Kitobxonlar Qahhor tarjimasida Gorkiy, Gogol, Tolstoy kabi yetuk yozuvchilarning bir qator shoh asarlarini o'zbek tilida o'qishiga muvaffaq bo'lishgan. Ayni paytda Abdulla Qahhor asarlari rus, ukrain, belarus, qozoq, qirg'iz, tojik, qoraqalpoq tillarida, ayrim hikoyalari esa ingliz, nemis, fransuz, chex, polyak, bolgar, rumin, arab va hind tillarida chop etilgan. Bir yozuvchi turli yillarda boshqa bir yozuvchining asarlarini tarjima qilaversa, bilingki, bu shunchaki havasdan emas, balki asarlarni tarjima etayotgan shaxsga yuksak e'tiqoddan dalolatdir, deb eslaydi SSSR Yozuvchilar uyushmasi bosh kotibi o'rinbosari harbiy muxbir Konstantin Simonov. Yozuvchi 1925-yildan boshlab Toshkentda Qizil O'zbekiston, hozirgi O'zbekiston ovozi gazetasi tahririyatining ishchi batrak maktublari varaqasiga muharrirlik qilgan. U gazetada ishlash jarayonida O'rta Osiyo davlat universiteti ishchilar fakultetini tamomlaydi. Farg'onaga qaytib, dastlab o'qituvchilarni qayta tayyorlash kursida muallimlik qiladi. Ko'p o'tmay, Yangi Farg'ona viloyat gazetasida kotib va chig'iriq hajviy bo'limiga mudir etib tayinlanadi. Shijoat va izlanuvchanlik 30-yillarda uni yana Toshkentga qaytardi va O'rta Osiyo davlat universiteti, hozirgi O'zbekiston Milliy universitetining pedagogika fakultetiga o'qishga kiradi. Bir paytning o'zida Sovet adabiyoti jurnalida mas'ul kotib vazifasini bajaradi. O'qishni bitirib, O'zdav nashrida muharrir va tarjimon vazifalarida faoliyat yuritadi. Adib 1938-yildan hozirgi O'zbek Milliy akademik drama teatrining badiiy bo'limiga boshchilik qiladi. U o'zining Shohi so'zana, Og'riq tishlar, Tobutdan tovush, Ayajonlarim, so'nggi nusxalar komediyalari bilan o'zbek dramaturgiyasi rivojiga salmoqli hissa qo'shdi. Ayniqsa, Shohi so'zana hajviy pyesasi Jumhuriyatda va qator xorijiy mamlakatlarda juda ham muvaffaqiyatli namoyish qilingan. Abdulla Qahhor ma'lum muddat O'zbek SSR qo'shma korxonasi prezidiumi raisi, so'ng O'zbekiston Yozuvchilari uyushmasi boshqaruvining raisi bo'lgan. 1955-yil esa O'zbek SSR Oliy kengashi deputati etib saylanadi. Ruslashtirish siyosatining noxush oqibatlari ko'p oilalarda bolalar o'z ona tilini mutlaqo bilmasligi, bu hol ota-onani zarracha ham tashvishga solmayotgani, ba'zi bir oilalarda bola o'z ona tilida gapirgani nomus qilayotgani, shu narsa internatsionalizm deb aytilayotgani haqida 60-yillarda dangal gapirish bu hazilakam ish emas edi. U butun ijodi davomida 80 ga yaqin hikoya yaratib, hayotligida atigi 35 tasini 6 tomlik tanlangan asarlarga kiritishni loyiq ko'rgan. Adibning qolgan 45 ga yaqin hikoyasi juda zaif ekan degan xulosaga kelishga aslo shoshilmang. Abdulla Qahhor boshqalarga ham, o'ziga ham shafqatsiz darajada talabchan edi.
Abdulla Qahhor 1968 yil 25-may kuni Moskva kasalxonasida og'ir xastalik tufayli 61 yoshida vafot etgan. 1966 yili Hamza nomidagi O'zbekiston davlat mukofoti laureati, 1968 yili o'zbek adabiyoti va madaniyati rivojiga qo'shgan ulkan hissasi uchun O'zbekiston xalq yozuvchisi unvoni berilgan. Mustaqillik yillarida esa buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlangan. Abdulla Qahhor o'zi va atrofidagilarga nisbatan shafqatsiz darajada talabchan edi. Balki bugun biz ham xuddi shu darajada kitob va kitobxonlikka talabchan bo'lishimiz kerakdir. Agarda siz fikrimni qo'llab-quvvatlasangiz, unda biz sizni Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasida kutib qolamiz.